Assalomu alaykum barchaga. Hozir Fora 1504 modeldagi traktorimiz Farg'ona shahriga akalarimizga sotilyapti. Hop, 150 yot kuchlik eng katta, eng gigant traktorimiz. Assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Hop, ismingiz, qayerdan kelganingizni bir qator aytib bersangiz? Farg'onadan, Qo'shtepadan Lutfullo. Qo'shtepadan. Xo'jaligiga. Ha, o'zingizlar fermer xo'jaligilar bor. Paxta nima dedingiz? G'alla dedingiz? Paxta g'alla. Ha. Shunga qo'shimcha agregatlar sudrash uchun oldikda. Qo'shimcha. Hop. Chigit ekish. Ha, o'z YouTube'dan ko'rdinglarmi? Instagram, Telegram qaysidan? Yo'q, YouTube'dan ko'rib keldik. YouTube'dan ko'rib keldinglar. Hop, boshqa traktorlar bilan menimcha solishtirgan bo'lsanglar kerak. Qanaqa? Biz o'zi 10:04 ga keldik. Aha. Keyin shunisi baquvvatroq ekan. Shunga endi qiziqib qoldik hozir. Yurg'izib tekshirib oldik. Endi ishlatib ko'ramiz, xudo xolasa. Boshqa Farg'onaga ketdi, Qo'shtepa. Zo'r. Ana boshqa ichki apparaturasida, komfortida yana qanaqadir yaxshi, mana salonlarni ko'ring. o'zgarishlar bor-a? Xudo xolasa, hamma sharoit bor ichkarida. Yana bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Birinchi videolarimizda bor edi. Bo'ldi, hozir yuklaymiz mana. Shopir aka. Hop, mana ko'rib turibsizlar, ichki apparaturalar. Hozir yuklab, ana chiqqanimda akirmat traktorimiz. Mana bu yerda luklari ochiladi. Hop, mana pardalari bor. Faralari, konditsioner, ventilyator, magnitofon. Hop. Mana ko'rib turibsizlar, mana yerda monitorlari, old orqa hamma yo'l kuzatib turibsizlar. Buni olib ketaveramiz. Keyin olamiz akirmat. Sovuqchilar bemalol bo'laveradi. O'zingizlar komfortda ishlataverasizlar. Ko'rib turibsizlar. 4 ta skorosti old orqa alohida. Oldini qo'shib olsanglar bo'ladi. 540 ta ming vomlari bor. Mana ko'rib turibsizlar, bu yoqda boshqa narsalarni qo'yib olsanglar bo'ladi. Bular chotki bu yoqda shu plyuk boshqa narsalar ular ishlatsanglar bo'ladi. Konditsioner qish kunida maza qilib issiqqina teshkiladigan qoladi. O'z qaranglar. Shuni otsam, baysoldi sardoshxona bor. Ustasi yo'q ekan hali bola. Olmasni qo'lga olib tashlasa, motorlari shu 150 ot kuchlik kompressorlari bor. Zapchastlarda muammo yo'q deyishdimi aka? Zapchastlar bor ekan o'zlarida. Servis xizmatlari 1 yilga garantiya. Garantiyalari bilan qilib berishdi. Mana. Endi xudo xolasa buzilmasin. Ha, ilohim. Bu eng oxirgisi 100 ot kuchli edi. Yo'q, 150 ot. Ha, 150 edi. 12.04 24. 100 ot kuchiga keldik. Ha. 16.9 ga 34 razmerda bo'ladi. Aka shuni yengilroq qilib berdi. Oxirgisilik uchun-da. Ha, bitta bor ekan. Mana eng oxirgisi xudo xolasa Farg'onaga ketyapti. Farg'ona Qo'shtepa. Qo'shtepaga. Fermer xo'jaligiga. Hop, o'zingizlarga yoqdi, ma'qul bo'ldi. Endi ishlatib ko'rib, xudo xolasa ertaga dalaga solib yana videolarni chiqarib beramiz. Aha, mana faralari, oldi faralar, orqalarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mana balonlari, toshlari bor. Buni ichkariga qo'ysa ham bo'ladi. Ha, agat orasiga. Old orqa qilib kengaytirib 80-90 ga tushadi deyishdimi? 80-90. Biz o'zi 76 paxta ekanmiz. O'shanga. Selkamiz bor, Xitoy selka, xudo xolasa. Xitoy selkamizni ishga tushirib bersak bo'ldi. Mana kameralari ham kattaligini. Juda katta ekan. Hop, Xitoy selkaga ishi borlar aytaveradi. Ha, u tarafdan-a? Sizlar Farg'onadan qanaqadir xizmatlar bo'lsa, ekib beramiz. Mana yangi traktor bilan yangi selka ishga tushadi. Ha, xudo xolasa. Plyonka ostiga. Nomeringizni aytib qo'yaylikmi? Shu chiqadi yo'la bo'lsa? 91 677 92 68. Ha, o'sha raqamlarga telefon qilib borib xizmatlarni qilib berasizlar ekan-da, xudo xolasa. Zo'r. haydang buni. Bo'ldi. Endi yuklash jarayonlarini qo'yaveramiz. Rahmat kattajon. Yaxshi to'linglar. Yuklash jarayonlari.
Bo'l aka. Bosing. Nima qo'rqinchli minar ekan lekin. Nima qo'rqinchli minar ekan lekin. Yuravering. O, Mo'min aka. Bo'ldi ketding. O'ngroq.